Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizga 1 daqiqa ichida gibridlanishni, moddalarning gibridlanishini ko'rib chiqamiz va o'rganishga harakat qilamiz. Moddalar albatta atomlardan tashkil topgan bo'ladi. Atomlar bir-biri bilan bog'lanayotgan vaqtida orbitallarni o'zgartiradi. Ya'ni energetik jihatdan barqaror holatga keladi va o'shaning hisobiga ularda bog' hosil bo'ladi. Bog' hosil bo'lgan joyda o'sha o'zining orbitallarini, ya'ni atrofidagi elektronlarni o'zgartirib gibridlanadi. O'sha mana ko'rayotgan bo'lsangiz, mana shunaqa bir-biri bilan nima qiladi? Bog' hosil qiladi. Biz bugun o'sha bog'lar hisobiga markaziy atomning qanday gibridlangan ekanligini ko'rib chiqamiz. Misol uchun tasavvur qilishingiz uchun endi imkon qadar o'xshatishga harakat qildik. Masalan, mana bu markaziy atom bo'ladigan bo'lsa, uning atrofida deylik bo'lib qoldi, ikkita elektroni bor va uning atrofida yana bitta atom, boshqa atom bir bog'langan bitta bog' bilan, uning atrofida esa yana bitta atom ikki bog' bilan bog'langan. Misol uchun mana shu molekulaning gibridlanishi qanaqa bo'ladi? Bu atomning, markaziy atomning elektronlar soni, tashqi elektronlar bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta bo'ladi. Gibridlanishga keladigan bo'lsa qanaqa bo'ladi desa, bittasi S bo'ladi, keyingisi P bo'ladi, mana bu ham P bo'ladi. Demak, sp2 holatda gibridlanish bo'ladi. Yoki mana bunaqa holat bo'lishi mumkin. Hozir mana bu ko'k atom, markaziy atom bog' hosil bo'lsa, mana bitta atom, yana bitta va ikkita juftlashmagan elektronlari va yana boshqa bir atom bog'langan bo'lsa, buning gibridlanishi qanaqa bo'ladi? Bitta S bo'ladi, keyin P va D bo'ladi. Ya'ni S P3 D bo'ladi. Bu holatlarni ham daskada chizib qo'ygan holatda ham ko'rsatishimiz mumkin. Ya'ni, misol uchun mana bu atom, markaziy atom berili bo'ladigan bo'lsa, uning atrofida xlor bo'lib turgan bo'lsa, juda oson yo'li qo'limizni 5 ta bo'ladigan bo'lsa, bittasiga deylik, agar juda qiynalsangiz S deb yozib olamiz, keyingilarga P va D. Misol uchun tasavvur qiling, hozir nechta bog' bor? 2 ta. Mana S P. Mana buni nechta? Garchi molekulalarni nechta bog' bilan bog'langan taqdirda ham bittaga olamiz. Uni mohiyatini o'sha gibridlanish mavzusini kengroq yo'layotgan vaqtimiz tushuntirib ketamiz. Bittaga hisoblaymiz. 2 ta bo'lgani hisobiga mana buni ham, demak, 2 ta bo'lsa S P. Xo'p, mana bu bo'ladigan bo'lsa, bu molekula qanaqa bo'ladi? 3 ta bo'ladigan bo'lsa, 3 ta qo'yasiz mana. S P2. Demak, mana bu Sp bo'lam Sp, mana bunisi esa Sp2 bo'ladi. Buchi bu bog' hosil qilmagan, lekin juftlashgan elektron bor. O'shaning hisobiga bunda ham lekin 3 ta bo'ladi. Masalan, 3 ta bo'lsa Sp2. Sp2. Mana bu metanda nechta bo'ladi? Sanasangiz 4 ta. 4 ta bo'ladi. 4 ta qo'lga to'g'ri keladigan bo'lsa Sp3. Demak, mana bu Sp3 bo'ladi. Xo'p, buni ko'radigan bo'lsak, sanab ko'ramiz. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. 5 ta bo'lsa Sp3 va D bo'ladi. Faqat bizlarni qiynaydigan joyi o'sha tashqaridagi elektronlarga qarash kerak bo'ladi. Nimaga aynan juft 2 ta elektron qolyapti? Ksenonning tashqarisida 8 elektron bor. Sanab ko'rsangiz, mana bu 2 ta va 6 ta, mana bunda 8 ta bo'ladi. Oltin gurtning tashqarisida 6 elektron bor mana. Uglerodda tashqarisida 4 ta elektron bor. 1 il 2 ta. Ana shu elektronlar hisobiga nima qiladi? Bog' hosil qiladi. Gibridlanishni juda ham oson topish. Faqatgina siz uning ya'ni stereoregulyar tuzilishini bilsangiz, juda ham oson gibridlanishni topish. Buning uchun siz empirik formulalarni yoza olishni bilsangiz bo'ldi, kifoya.